Assalomu alaykum vatandoshlar. Bugungi Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 14 soniga xush keldinglar. Bugun biz Sharq Turkiston Sürgün Hökuməti Cumhur Reis G'ulom Osmon efendimni bu suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. G'ulom Osmon efendim odatda xalqaro vaziyat, siyosat to'g'risida to'xtamay video ishlab, hammamizga ta'lim berib turdi. Shunday bo'lsa, bugun yana yangi masalalarni G'ulom Osmon efendimdan so'rab ko'raylik deb bu suhbatni o'rlashtirdik. Oldi bilan hozir dunyo vaziyatida Uyg'urning taqdiri qurol bilan hal bo'ldi deyish sizcha to'g'rimi? Undaqda bu xalqning quroli bilan hal bo'lamdi yoki o'zimizning qurol bo'lish kerakmi? Bu savolni bizga bir deb berib qo'ygan bo'lsangiz. Kurallık inkılap degan gap bek to'la bo'lalardi. U gapni qilganlar bek muhtaram odamlar hisoblanyapti. Buning xalqimiz bek amroq bu gapga. Endi savolga kelsak, hozirmi, burunmi, kelgusidimi mustaqilligimizning asli kelishining yo'li birla. U bo'lsa qurolli inqilob. Ben bunu 20 neçə yıl avval yazılgan ve keyin toplamlarga kirgizilgan maqolalarimda keskin talaffuz bilan o'tirib qo'yib qo'ygandim. Gerçi hozirgacha diqqat qo'zg'amagan bo'lsin. Bu mening siyosiy kurash tariximdagi o'zgarmas qarashim edi. Gerçi ba'zilar atom davrida yog'och velosiped kashf qilgan paytida bu qarashning tunji o'tirib qo'yg'ichi fikr atis qilib olingan bo'lsa-mu, bu qarash 20 neçə yıldan beri mening kitoblarimda. Xo'sh, unda bo'lsa qurollar nereden keladi? Men bu haqda ilgari deydiganimni degandek yodimda va balkim siyosiy majmuaning 3-qismida, Sharq Turkiston ozodlik yo'lida izlanishning 3-qismida bo'lsa kerak. Ma'lum maqolada. Yani birge Sıdıkacı Rozu'ga cevaben yazılgan 40 sualga bir cevap namlı makalada mı? Bu kuralların nereden kelişi hakkında digellikim isimde. Yani Sıdıkacı Rozu dedi ki kuralın bağımı Tilemş Efendi Eldek naitis hep bir telaffuzdu bilen mesxirlik soraydı buna kitaplarda. Ve onun şu sözüge cevaben ben nime degenim bu gapne degenim isimde onun da tilga aldım mı yoki kitaptaki maqolalar tilga aldım mı Hitlerning bir sözü var. Bu şey. Bir nemisning ulug'liq va jasoratining yangidan qo'lga keltirilishi masalasi. O'zimizga qurollarni qanday ishlab chiqaramiz degan savol bilan hal bo'lmaydi. Bir millatni qurol ko'tarishga qobiliyatli holga keltirgan ruhni qanday yaratamiz deb o'ylashimiz lozim. Bir milletning ustida mushundaq bir salqin askan taqdirda aqli 1000 yo'l topadi. 1000 emas, 1000 yo'l topadi va bu yo'llarning har biri o millatni bir qurolga elib boradi. Bir qo'rqoq odamga 10 tapancha berilsa, u odam bir hujum mezgilida bir paymi o'q atmaydi. Bu qo'rqoqning qo'lidagi tapanchalar bir jasurning qo'lidagi qamchidanmi az qimmatga ega degan Hitler. Ben balkim shuni bir maqolada naql qildim esimda qolishcha ya shu Sıdıkacıga bergan javobda endi xotirlayolmadim. Esimda qolishcha yana Xitoylarning Dünya urushi davridan qolgan bir partizanlarning hissidan 2 misrani naql qilgandim. Açlıkni, kiyimni elib keladi o düşman. Miltiqni, zelbirekni yasab turadi o düşman. Nima degan gap bu?
Biz urush orqali urushga tayyorlanamiz. Urush orqali urushni o'rganamiz. Urush orqali uningga keraklik narsani qo'lga keltiramiz deganlik. Ya'ni dushmanning qo'lidan tortib olamiz degan gap-ku bu. To'g'ri. Bu tushunishlikka bir gap endi bu Xitoy bizga ek bermaydi onu. Ya biz üçün yasab bermaydi ama onun yasag'anini tortib olishimiz mumkin. Vaziyat shunga kelgan vaqtida. Ya'ni jasoratimiz bo'lsin, qurolning ishidan boshqa turishning hojati yo'q. Uni dushmanning qo'lidan tortib olamiz, o'ljalamiz degan. Xo'sh, savolning o'ziga yaqinlashsak, realroq javob berish to'g'ri kelsa, shularni deyishimiz mumkin. Hal oladigan bo'lsa, qurol bilan hal oladi bu ish. Bo'lmasa hech bo'lmaydi. Buni keskin turda jazmlashtirishga bo'ladi. Xitoy degandan biz tushungan, biz bilgan Xitoy degan bu millatni paketlardan yuzi qizirib ketadigan nomuskan millat emasligini bilamiz, nəhayət obdan bilamiz. Xalqaro besimlardan ta'sirlanib ketadigan turda emas. Qurib yeb, chashqa yeb bo'lsa-mu, yashaveradi u embargoluğu xiyolga kelmaydi Xitoy degan. Joyidan midir-sidir qilmaydi. Shunga teshliqchilik yo'li bilan Xitoylarni qo'g'lab chiqarish fantaziyadanmi o'tib ketgan ham xiyoldir. Qurollar nereden keladi? Yuqorida deganimizdek, dushmanlar yasab beramdi, o'zimiz ishlab chiqaramdi, yoki boshqa davlatlar yordam qiladi. Hozirgidek tinch bir davrda bularning hech biri mumkin bo'lmaydi. Qurollanish uchun, qurolliq bir qo'shinning maydoniga kelish uchun xalqaro klimat uyg'un bo'lishi shart. Ya'ni bir urush vaziyati shakllanishi kerak. Xitoylar asosiy dushman bo'lib, ko'p davlatlarning qarshisiga chiqqan bir urush vaziyati tug'ilganda, Xitoylar bilan dushmanlashayotgan davlatlarning Xitoyga qarshi barliq kuchlarni safarbar qilishiga to'g'ri keladi. Kuch tashkillash, tarbiyalash, qurollantirish mana shunday vaziyatlar mumkin bo'ladi. Xitoyga qarshi partizanlik urushlarimiz, muntazam urushlarimiz boshlangandan keyin dushmanlarning o'zimi qurol manbalarimizdan biri bo'lishi aniq. Xitoyning partizanlarına kerak. Ya'ni yuqorqini qurollanish, qurolliq bir qo'shinning barliq kelish uchun Xitoy bilan bo'ladigan urush vaziyatidan boshqa faqat hukumatsizlik muhiti bo'lishi shart. Geçmişte Afganistan'da ve bugünkü günde Suriye'de bo'lgandek bir vakuum sharoit bo'lgandilar, bu mumkin bo'ladi. Ondan başka ahvalda siz bunu hissilik bilen, hayacanlı berilgen halde emas, aqlilik bilen oylan. Tefekkür tecrübesi edip verin. 10 asker bada biraz kılın, bularını kanda bakısız, neye koyuyorsunuz? Bunun mümkünçülüğü yok. Üçüncü ihtimallık, gayet çoğun sallada pul oluş gerek. Bekcik pul. Uyg'urlardan elqinda dastana ichib toplanadigan anda uşaq iyanlı bilen mümkün bo'lmaydi. Men bu haqda Mo'jiza degan yeni romanda bishorat berdim. Uningda deyilgandek yo'llar bilan qilishimiz bo'ladi. Uningdan boshqa turli yo'llarimiz bor. Lekin buningga g'oyat zo'r mablag' kerak. Xo'sh, rahmat. Bizningki mustaqilligimiz faqat qurol bilan hal bo'ldi degan xulosaga keldik. Ulamkan buni burunmi o'zining kitoblarida, o'zining nazariyalarida deb o'tgan. Hamda ikkinchi savolimiz, hozir muhojiratdagi Uyg'ur dunyosida har xil ko'rinmas kuchlar tarafidan desteklanayotgan bir qism atalmish sarxillar maydonga kelyotidi. Gerçi siz yaqinda bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangizmi, bu yerda shuni bir xulosalab berarmisiz? Bu pek mühim bir mesele. Haqiqiy turda vatanning mustaqilligini arzu qiladigan kishilarimiz
dikkat kılışık tegişlik en mühim meselelerden biri bu. Xitaylar chet ellardagi Uyg'urlarni manipulatsiya qilishga jiddiy urinish bilan qolmay, buning amaliy qadamlarini olyapti. Agar diqqat qilinmasa, kelgusida Uyg'urlarning butun ideologiyasi Xitoylar tarafidan belgilanadigan, Xitoylar tarafidan boshqariladigan bir holat borligi keladi. Chet elda turibdi. Chunki hozirning o'zida Xitoylar buning birinchi qadamini besyapti. Atalmış demokratçı Xitaylar yoki kommunist Xitaylardan keçip çıkan Xitay baylar süpütede görünülen Xitaylarning qo'li ve puli orqali bir qism faili mecbul Uyg'urlar mashhurlashtiriladi. Bu parlaq natijalarning aqsida Xitoyning puli Xitoylarning munosabat yo'li borligini nazardan saqit qilyapmiz. Pul ve güç bo'lgan ahvolda xuddi tamsillarimizda deyiladigan to'qmoqni ochib olsa kiygiz qo'ziqni qaqqil bo'ladi degandek vaziyat kelib chiqadi. Pul bilan xohlagan odamni mashhur qilib etkili bo'ladi. Faoliyatlar o'rinlashtiriladi. Sahnalarda ko'rinish qiladi. Parlaq natijalar kishilarni ta'sirlantirib, oxiri qoyil qilmay qolmaydi. Neticede chet ellardagi jimi Uyg'urlar ularga qo'l qo'ydi va ularni birdan bir yo'lboshchilar deb taniydigan bo'ladi. Mana shunday qilib Xitoylarning kontrolligi amalga oshadi. Bu mashhurlarning kelib chiqishiga diqqat qilsangiz, bir mo'j o'rtaqliklarni bayqaysiz. Bu asosan ziyolilar, o'qimishliq, bilimlik sarxillar, turmada yetib chiqqanlar. Ortaqlıklardan birisi bu. 2017 yılında kahramanlarca çıqalıqallar. Bulardan çıqıplı iştevirtip ketişinin üzüla yeterlik derecede gumanlıq bolsunmu? Lekin xalqimizdagi istihbarat inanın nölden töven boluşu hiç nime görmegen kalender degende vaziyetli bolganlıqları üçün ular hazırdırlar ma'lum ommaviy asas yaratishga başladı. Bu haqda men en az 2 qatim so'zladim. Mening so'zlaganlarim abstrakt hukm sifatida ko'zga ko'rinmaydiganligi va asdan chiqadiganligi. Ammo ularning parlaq xizmatlari konkretligi tufaylidir. Darhol ko'zga chalinadiganligini nazarda tutganda, oxiri Xitoy kontrolligiga tushishimiz qutulg'usiz bir taqdirdek tuyulib, meni ensiretmekte. Asli hemmeylerini ensiresi bulattı. Ve hemmeylen bununla dikkat kıysak bulattı. Lekin nurgullah elitili tesirlenmekte. Neden imba? Bunun işi neymiş ki bu kadar unkip gitip baradı. 70 yıldan beri bu koçadık olduğular jürgen ay konularını ama o kadar akmagan şunca yıl tırışçalık kıyganda bu keyin chiqqan müngiz acayip eşip ketdi deganini o'ylasak bo'ladi kichkina. Buni aqliy tafakkur bilan, hissiyot bilan emas, aqliylik bilan o'ylab kichkina o'zimiz ogohlantirsak bo'ladi. Shunisi bu bo'lmayotadi. Bu hol meni ensirtiyotadi. Munda ketaversek biz chet ellik Uyg'urlarmi Xitoylarning boshqarishiga tushib qolamiz. Xitoylar tarafidan yaratib berilgan bir ideologiya bilan mangamiz. To'g'ri. Rahmat. Bu ogohlantirishimiz bek yaxshi bo'ldi. Har qanday ishda aql ishlatib, tafakkurimizni ishga solib o'ylashimiz kerak. Hem üçüncü savol, yaqinda Turkiyada Uyg'urlarning akademik yig'ini bo'ldi. Xeyli salmoqdagi atalmış Uyg'ur sarxillari yig'ildi va har kimlar har bano bilan Turkiyaga borgan bo'ldi. Bu qatim Yaponiyada shunday bir cho'ng yig'in bo'ldi, faoliyat bo'ldi. Biz bunda bir yig'ilishlarni Uyg'urlarning taqdiri uchun bir salbiy qadam deb muayyanlashtira olamiz. Normalda Türkiye'de faaliyet bir kızıydı gaye. Biz onu
4 yıldaki tutduk. İlgari ahir olan. Faaliyet bek kızıydı Türkiye'de. Çünkü Uygurlar faaliyet kıysa bir muncha Kızıl Bayraqlıq Türklerni avat kılışıp berdigan bolgaçka her qandaq dövletlik faaliyetden Türkiye'dekilerde adam sani köp, gulgun bolgaçka bekmi jallyk, ünümlük, galbilik bolganның täsiratını tugdurdu. Bulupmy keyinki çağlarda bu hal tehimi yuqur pellege çıktı. Bunun sebebi Türkiye davanın asası meydanı buluş evzelligini yutturup koydu. Yani kozur kol dikketti. Şuna devlet desteklik faaliyetlerini evci aldırıp kozurunu tekrar kazanış hevesi heli güçlü. Bunun için hatta heli köp oyunlarını sahnelep baktı. Heli köp şahıslarını tüydep oturup çıkarıp baktı. Bu Türkiye dairələri noktasından qaraganda gördüğünlerimiz. Uygurlar noktasından qaralsa, atalmış akademiyle yağmurdan keyinki bambuk notalardaki her yerde köklep ketkendan keyin bularni xalqqa söydürüş, köprek adam jalb qilish, kishilarning ishonchiga erishish uchun ish qilayotganlik ko'rinishi ko'rsatish zaruriyati tug'iladi. Bu oldingi savol uchun deganlarimdek bir ahvolning kollektiv nusxasi ma'lum. Avvalgisi shaxslarni mashhur yaratish bo'lsa, keyingi atalmış akademiyalarni mashhur qilish urinishlari. Yana deydiganim shuki, bu atalmış akademiyalar to'g'ri niyatli odamlar tarafidan borliq ekanmidi. Ularning maqsadiga ishonchi yo'q. Ya'ni odam to'plab olish, odamlarni siyosiy maqsadli tashakküllerden uzak tutup duruş, siyasi teşekküllerini ademsiz kaldırış, sapasız kaldırış için oylap tepilgan akılani çağrılardır. Bunun degenimde kırılıvatkan bir milletinin vicdanlık bir adamı da hemen bir iş kıysan buladı, nime kıysan buladı deydiğen bir titlik bulmaya kalmaydı. Mana şu türdeki adamlarga qo'lidan kelishicha has qo'shivatganlik qanoati baxsh etib, ularni to'g'ri mustaqillik harakatlaridan uzoq tutish maqsadiga yetkazib oladi. Ya'ni kishilarning vijdonini payqalash, qalbining sadosiga, chaqiriqiga javoban mana men buni qildim deyalishi va shuning bilan qanoat tepishlari uchundir. Yana dey akademiyalarning keragi yo'q demoqchi emasman. Ba'zilar psixologiyadagi logikalik qaymoqtirish usullari qilib ko'mtirib turib tanqidlab keladiganlar jiq bo'ladi ekan. Akademiyaning keragi yo'q demoqchi emasman. Agar bu akademiya to'g'ri niyat mahsuli bo'lsa, aşı ikkilemchi yoki texmi uzoq munosabatdagi ishlar bilan qanoatlanib qolmay, oldi bilan mustaqillik harakatlariga bevosita qatnashsin bu bilarmanlar. Akademik xizmatlari bo'lsa, unimi qiysin. Ular bir-biriga futlashib qolmaydi. Lekin xobiliq ular qilayotganlari bilan qanoatlanib, siyosiy ishlardan uzoq turmoqda. Mana bu bizni yuqorqi farazlarga ittarmoqda. Amaliyotda siyosiy saflarimizda safoliq insonlar intayin az. Dal mushu natijani ko'zlab o'ynalgan bir o'yin bu. Rahmat. Nəhayət yaxşı tushuntirib berdingiz. Ko'rinishda bular bek dağdıqlıq Uyg'urlar uchun oldirayotgandek, Uyg'urlarning taqdirini hal qilish uchun tirishayotgandek ko'rindi. Amaliyotda uning tegi boshqa. Bu natijaga erishdi. Hamda biz yaqinda Rayhon Asad deb biraylarninki mediada degan, ya'ni China Project degan bir nimasi degan, Uyg'urlarning mustaqillikni qo'llaydiganlari nayta masanda degan bir gapi Twitterda, ya'ni X hozir biz X deymiz. X'da çok g'ulg'ul qo'zg'adi. Bunu bir tushuntirib bera olamsiz? Bu teşvikatçımı Xitoylarning ideologiyalik manipulatsiyasi uchun xizmat qiladi. Lekin bundaqlari qo'shimcha o'rinda turadi.
Nima uchun bunda deymiz? Tövende aydınlaşıldı. Çünkü bular ma'lum darajada oshkor o'tirib chiqadigan bo'lg'achqa, bundaqlar bevosita qaymoqtiranmaydi. Aksicha nafratning nishoniga aylanib qoladilar. Buning uchun qo'shimcha bular. Şuna bularni qo'shimcha o'rindagi yordamchilar deyishimiz mumkin. Ağalığı yardımlaşıdı. Uygurlarının içinden yaratılan, Uygurları qaratılgan hizmetler bilen meşhur olayotganlarga nispeten bu qo'shimcha. O asas. Bu Xitoylarning bu ideologiyalik manipulasiya va chet ellik Uygurlarni üzü xalagan chig'irni boshqarish bu büyük projesidagi qo'shimcha rolchilar bular. Ularning asosiy diqqati chet elliklar qaratılgan. Chet ellik Sharq Turkiston masalasiga qiziquvchilarda idrok hosil qilish, xato tushuncha, xato tonish hosil qilib, uni umumlashtirish xizmatini qiladi. Ya'ni butun chet elliklarga ashuni umumlashtirishga urinadi. Uning vazifasi. Chet elliklarda bir qanoat, bir idrok, bir tushuncha hosil bo'ladi ki, Sharq Turkistonliklarning asosiy qismi mustaqillikni xohlamaydi ekan. Bu muhitni yaratish uning vazifasi. Shuning uchun bundaqlar ko'pincha chet el tilida yozadi. Bu bir emas-ku, bir qanchalar bormi shunda. Hali yuqori saviyada chet el tilida yoza oladigan. Yani şu seviyeni özünün milleti için hizmet kıldırmavatında bu bilerme. Chet elliklerde Uygurlar müstakillik talep kılmaydı degan qarashni umumlashtirib etrafimizdeki Qorshov halkısını taraytish ularning asosiy ishi. Xitoy uchun ishlamaydigan ziyolilar. Bo'lib chet el tilini ravon biladigan ya özünü oylaydigan tutumda yoki siyosiydan uzoq turadigan. Ya bo'lmasa bek obdan. Milletga kuyindigandeklarmi yuqorida deyilgan akademiyalarga yig'ib olingan bo'lg'achqa. Bu Reyhan Asaddek Xitoy tashviqotchilariga javob bergidek sapaliq Uyg'ur chiqmaydi-da, harakat bo'sh qoladi. Bu deganlik bundaqlarning Xitoy uchun elib berayotgan idrok hosil qilish qurilishi unum qozonadi. Chet elliklar xato zangi keltiriladi. İchki va tashqi xalqida Xitoy uchun xizmat qilayotgan hukumatchilar oxirida xalqni Xitoy belgilagan manzilga yetilib boradi degan. İngilizce yazılgan maqolaga qarshi minglagan Uyg'urning Uyg'urcha yazılgan noroziliklardan chet elliklar xabarsiz qilavergachga ular ko'zlagan unumga ta'sir etmaydi. Ya'ni chet elliklarni qaysi holatga keltirishni ko'zlagan bo'lsa, ular bu maqsadlarga yetaveradi. Aslida şu akademiyaga yig'ib olingan hukumatchilardan tushdim cevap reddiye etmiş gerek. Lekin ular ayağı toplayıldı. Siyasiyden uzak durdular. Ular ilmi hizmetleri bilen millet hizmet kıldı demez mi? Onun için siyasi sert boş kalmakta ve bundaklığa omu olmakta. Oma. Bizim oma dediğin yaşat vaktimiz bu omu mezgili. Onun ağlarının omusu olar. Sep boş. Mesela benim kulağımdan kelmeydi chet el tili men qirg'a vaqti chiqqanligim uchun yaxshi o'rganmadim. Bu ziyolilarning eng sarxillarining ichida mustaqillik deydigan aniq siyosiy muddaosi bo'lgan tashakküllardagi to'planganlari yo'q hisobda. Uning uchun ular o'mi bo'ladi. Doğru.
Rahmat. Emniyetimi bu makalda ustadlık bilen Falastinning ishlariga dunyo ko'ngil bo'lyotidi, Uyg'urlarning ishlari qolib qoladi degan bir nimada yozilgan. Ammo buning ichida bu Uyg'urlarningki faqatla bir nihoyat oz qismi inglizcha uni texmi yo'q deyarlik deb olibdi. Mushunda bir qismi nima qila oladi? Uyg'urlarningki mustaqillikka nima qiladi degan bir ideyani o'tirib silib olibdi-da. Bir qarashda u xuddi Uyg'urlarning manfaati uchun so'zlayotgandek, amaliyotda asrtiki ish boshqacha. Yaxshi tushuntirib berganinizga ko'p rahmat. Hamda Uyg'urlarning hozirgi vaziyatida doimiy maydonga kelish imkoniyati bormi yoki vaqt o'tdimi? Demakchi o'g'lim, doimiy yaratilish vaziyatga uyg'unmi? Chunki hozirgi uchur davrida bir qusursiz bir odamni, bir obrazni yaratmoq shunchalik qiyin. Siz buni qanday qaraysiz? Bunu bizning ziyolilar ichida bir boshqa bola bir yaltajg'ini va ziyolilarning deb bergan. Hech Uyg'urning gipi faqatli qilinmagan bo'lishib qaramay, nerdan topgan Uyg'urlar yaltadan gap ochibdi. Ikkinchisi mana bu. Uyg'urda dayi yo'q. Dayi olgan bo'lsa, bizni uyushtura olaydi. Biz bu algı chiqib qolmaydi deyish. Umumlashgan bir udum bu. Bunda deyishdi, xuddi Hasanlarisining padishosini yetildirishga o'xshab ketadigan bir xil tasavvur qilib uni bayqaymiz. Uyg'urning magibati. Xuddi dayinimi Hasanlarisining padishosini yaratgandek, barliq keltirgandek, barliq keltiriladigandak o'ylab qoladi Uyg'urlar. Hasanlaris padishosi har lechinkisining ko'ksidagi sut yoki sutsimon suyuqlik bilan beqilib yetishtiriladi. Ama dairege onda yetiştirilmeydi. Yakında yetişmeydi. Şunu bunun okşaş tasavvur kılış hata. Ben bir filiyatını yazgan, belki dolu gipini kıldım, onun acayip dolu zirikerlikler cüt dolu devedim onu. Ahir bulmay, onun gipini kılıvergendiyken kösünde torgumu yollap koydum. Ulugluk krizisi mavzulu. Mana shuningda degandim. Urug'da chataq yo'q. Urug'siz chataq kelmoqda. Millatga bek kuyunadigan bir muncha bilarman millatchilar qandaqdir Uyg'urlar döt emas deydigan mazmunda ilmiy maqolalarni yozib, Uyg'urlarning döt emasligini isbotlashga urinish yurgandi bir zamonlarda. Bunu ko'rganlaringlar bor cho'qim. Buning hojati bormi? Qaysi millat shunday urinishlarni qiladi dunyoda? Bu bir hududni bildirdi. Dötkenligimizni lashkarlaydi bu. Uyg'urlar döt emas desa, Uyg'urga ko'ringanda qilgan bilan hududga odam deydigan gaplarni. Dötligidan gumon qiladigan. Dötmi nima deb bizning gumon qilgan vaqtda deyildigan gap. Ayda maqolani yozib, qaysi millat ayda maqolani yozib o'zini döt emasligini isbotlayapti dunyoda. Hudud bu. Hudud yo'q millatlar hargizmi vaqt zoya qilib döt emasligini maqola yozib isbotlashga urinib yurmaydi. Ular nima qildi? Ijod qildi, kashf qildi, aql farosat haqida izlangan nurg'un olimlarning en ahirda kelgan xulosasi nima? İnsanlar ırkıga göre aqliy jihatda farqli bo'lmaydi. Bu IQ biz Uyg'urchada aql hajm deb to'g'ri keladigandek qildi mana. Aql hajmni tadqiq qilgan olimlarning xulosasi ırkga göre aqlda egizpaslik bo'lmaydi. Ya'ni bir millat tamamen döt, birisi tamamen aqlliq bo'ladigan ish yo'q degan xulosaga keldi. Asosan o'xshab ketadi ekan millatlar. Bek az bir farq bor. Endi bu madaniyat yo'qlanmasiga bog'liq endi u farqlar. Üst etilish muhitga qator.
Unda olsa her millette, her devirde deha sahibi adamlar to'g'liq turdi. Bu deha degan, dahi degan so'z bilan jiltizi bir bu so'zning. Dahi shaxsni bildiradi. Bir adam o dahi degan. Deha onundaki aşı akıl paraset ve şu dahillikka uygun alametlerinin yığındısı deha deyilir. Her devirde, her kandak millette deha sahibi olan adamlar to'g'liq turdi. Lekin bu dehalar kelimat tarafından buzulup ketişi mümkün. Dahi bulanmay. Aslında urukda çatak yok. Ben eylik Tolutul kaldım degen filyatında ulug'luk krizisi degenimde bir uruk. Uruk zamanında su turup nemleşip durduğun bir yer çıkıp kalsa yazda çokun iki kulak ulap önüp çıkıp. Çünkü uruğunun fitretiga ilahi buyruk nima? Ün. Ünü de o. Fitreti de şu ba. Lekin bu iki kulak, üç kulak olmay, şorluk tıprak tarafından yutulup gidiyor. Perviş olmadan vakti. Bireye iki çakısız bunun, perviş yok. İkincisi, tıprak şorluk. Kelimatta onun üst bitiliş için gereklik nesler yok. Hiç kim soğamaydı. Tıprak şorluk açık. Neticede jumran haltında ucukudu. Bizdeki avalmış o. Uruktan şakkılışının haceti yok. Uruktan. Dötemezliğinizi ispatlaşmak gerek yok. Bizde mi dehala to'g'ilib turdi. Ama dehalardan dahi meydanga kelgichilar kelimat tarafidan quritildi. Talabimiz nima? Qusursizlik. Olmasa biz e'tiqod qiladigan dinning talqinlari Allah'dan başka hech qanday mahluqning mukammal bo'lmaydiganligi xususida. Ama bunu ülük yadlaydigan bo'lganimiz uchun dinni biz dogma yadlaymiz ya. Unda bo'lgandan keyin ma'nisini hazm qilmaymiz uni. Ma'nisi hazm qilinmagan oldu. Deha sahibi bo'lgan kishilarmi qusurliq bo'ladi neticede. Çünkü o Allah emas da o bende o. Her qancha deha olsa bu yanılı kusurlu. Ulanın kusuruğu esli verildi o. Baş götürgüzüneydi. Bir qatımı hatalaşıqı bulmaydı. Yani onun bu fırsat verilmeydi. Tüzütü veriş fırsatı. Gerçi yine şu dönümde tövbe kılış. Yani bu tövbe kılışını hatalıkını tüzütü veriş niyeti desek mi buludu? Ki can halkımı kelgenge kadar ahirki minutlargacha mümkün. Allah'ın keçiriş, mağfiret kılış dervası ta ki can çıkıp ketişinin aldıkça uçuk. Değil bu mesela dinimizde yana bu var. Onu mu dogma depreleyimiz ağzımızda, bunu mu hazım kılmayınız ma'nisini? Emel kılmayınız. Şunun bilen dehalara bir qatım hatalaşsa tüzüveliş fırsatı verilmezdiler, tamamen vazgeçildi ve tükürüp taşlandı. Elbette, yani şunu müteakkitlep koyuşum gerek ki, bunda keçiriş ve keçiriliş mi şartlık oludu. O dinde şu. Dinimizde mi şartlık, yani Allah şirik keltirişte günahı kebirle keçirilmegende eğer düşmenge setiliş gibi siyasi hatalıklarını geçirilmeydi o şu bir ketimdillah. Doğru. Ama bir yer minin davatını o emez, o yoğun emez. Düşmenge setiliş ve başka düşmenge setilişten başka barlık çiriklikler. Kançılığı ve kayıs türü görülsün.
axloqiy kamchiliklar, siyosiy taktika jihatdagi xato qaror bir haqiqatan va buni o'li kelib chiqadigan ziyonlar deganda xatoliklarmi bir silla o'tsa bo'ldi kechirmaymiz. Ama başka milletlerinin hatta dünya tarihinde en meşhur deb yazıladigan derecedeki meşhurlarının tercümanını okup baksak hayran kalırsınız. Eğer şu biçare Uygur'da tugulup kalgan bolsa unda meşhur olamay Allah kaçağını tükürüp ahlet kılıp taşlaydiganlığımızı her kanda Uygur perez kılarlar. O kadar sert bir kusurları var şunun. Ama onun halkı medeniyet cuğlanmayısı degen bektolu dedim. Medeniyet cuğlanması boğanlığı için. Meydun savaşsız olsun. Medeniyet cuğlanması boğan bir milletin azası bivasıta özü Ali mektepte okumagan bolsa mu? Ali mektep bittiğen bir Afrikalı qaraganda cık benim biludu aşu. Akli yetin çıkıra alaydigan boludu. Halkılık peytde qandaq bir narsadan vaz keçip qandaq bir narsada çın turuşunu bilaleydigan boludu, qarar çıkırışını. Bu medeniyet cuğlanması bek muhim. Endi o başka milletlardaki o medeniyet cuğlanması bolganlığı için o da düşünüldü. Bu insan hatalıklar boludu onun da. Tabii oldu. Ama bununki asası akıl parası ve maharetlerden aytkan vaqtida bu yolbaşçı ulaşıp yanına yaraydı o dep qarğanlıq üçün qalğan uşaq çekep harekete günahlarga köz yumadı. Onu tatalamay. Onun için o dahi olap közü göründü oturuq çıkıdı. Ve dünyanın tarihi yazıldı. Biz onu dəstəyitimiz ay, başıdırlar, dəstət bulunuz. Kusursuzluk hakkında degenimiz ne? Sizin sualınızdan mı ögünü buludu? Talep kusursuzluk. Bu mümkün emas bu. Karındaşlar. Biz öz liderlerimizge itaat kılışta könmegen. Başka milletler tarafından baş kuruluşluk könüp kalganlıktırla mana şunda galati aqlanmas talabchanlikda bo'lib kerak. Dehalarni doiga aylantirishga bugungi davrmi, kelgusimi uygun kelaveradi aslida. Ommaviy matbuotlar taraqqiy qilib, har abdalmi o'zining ahmoqona so'zlarini e'lon qila oladigan vaziyat tug'ilgan bugungi kundami, yana bu mumkin. Ommaviy matbuotlardagi ommaviylik bir insonni sesitishga qanday yarayotgan bo'lsa, bir odamni machhur qilishga o'xshash yaraydi. Gap bundan qanday foydalanishda. Biz foydalanishni bilmasak, qanday bo'ldi? Dushman biladi bundan foydalanishni. Chunki u bir sistem qo'ttagan, bir hokimiyat u. Uning ustiga tashkillangan holatdagi organlari var uning. Her ishni xizmat taqsimoti bo'yicha qilib kelayotgan tajribali. Unda bo'lgandikin u foydalanishni biladi. Bunun uchun bugungi bu afzal sharoit. Aslida bunun afzalligi bor. Bu ommaviy matbuotlar har kim gap qila oladigan bu forumlarning afzalligi bor. To'g'ri foydalanishni bilmasak, bu intayin ziyonliq, nurg'un ziyon keltiradi. Düşman foydalanadi yani. Rahmat. Biz Uyg'urlarda doya chiqmoqqa haqiqatan taskan. Lekin agar imkon yaraversa, doyaning chiqqani yaxshi ekan amaliyotda. Siz to'lim yaxshi tushuntirib berdingiz. Uningdagi madaniyat jug'lanmasi degan bir hukmni bu yerda deb o'tdingiz. Bu bir yaxshi bir uqish bo'ldi bizga endi. Endi oxirida Uyg'urlarda kuchli haqqoniyat qarshi bor. Şununla yarışa kızgınlık mı var desek, en halkılık bulgan bir nokta izchillik mi var mı? Ameliyatda izchillik aqliy sapa, siyasi sapa bulup mu milliy sezgirlik, siyasi sezgirlikka bağlı. Siz bu nuqtani sharhlab berar misiniz? Uyg'urlarda haqqoniyat tuyg'usi bormi?
degan bir savolni qo'ysak, bu savol munozaraga uchuq bir masala. Ya'ni ba degan keskin bir javobi yo'q buning. Munozaraga uchuq, talash tartish qilishga bo'ladigan, texi buning oxirisi to'xtab chiqib qo'ya olmagan bir masala. Balkim biz bundaq haqqoniyatchiligimizni boshqalar uchun bu qo'llanganda bo'lishi mumkin. Ama ko'p qatim haqqoniyat tuyg'umiz haqida so'zildim videolarda. Haqqoniyat tuyg'umizning o'lganlik haqida so'zildi. Xitoylarni doğrab qolganligimiz haqida. Nima uchun? O'z ichimizda bundaq haqqoniylik bek ko'rinmayotganligiga ko'p guvoh bo'ldi. Ya'ni paketlarga pisand qilmaslik alohida umumiy. Aslida paket oldida faqat egilish kerak. Haqqoniy degan u. Bir odamda haqqoniyat tuyg'usi bo'lsa, paket oldida egiladi. Sallamlar. Taslim. Bu hem haqqoniylikdan bo'ladi, hem jasoratdan bo'ladi bu. Haqni e'tirof qilish uchunmi yurak kerak, jasorat kerak. Deydigan söz bo'lishi mumkin emas paketga qarshi. Bir odat so'z var bu nimada biz kichik vaqtimizda madaniyat inqilobi deydigan zamonda bek to'liq qo'llaniladi u gap. Paket munozirdan ustun deydigan. Paket var yerda munozirga o'rin yo'q. Tugdi o paketni ko'rsatgandan keyin bitdi, u yana talashadigan bir nima yo'q. Lekin Uyg'urni ham talasha oladi. Yani talashaverdi. Bizde paketlar qarşısında yanıla akmagan bahane, tutamsız hatta münasibetsiz gaplarni qilib, xato tanlashlarımızdan vazgeçmeslik ahvallarını ko'p ko'rdik. Oldingi qitimda Ma'mtimin ala misal keltirdi-ku bir kitabida mı yazıp ekan. Elik nevropsikologiyalik sınak ne? Germaniyada tügü var mı? Tügü yok. Depirdi ne? Sınavga adam imtihan bergüçüge onu depirdi cevap ne? Germaniyada tügü yok. München diyen şehir Germaniyanın bir şehri. München'da tügü var mı? Dese buluşu mümkün değil. Abi hem de o bağlılığını rast kılıp için o üze sebep dokuydu abi. Eğer Kırgız bilen Kazak olsa tügümü bağlamış mümkün değil. Aynı bizim Uygurlaşında değil. Yani. Başta tügü bağ dep bağlılık için endi onu bağlılıkını müstehkemleş için Kırgız bilen Kazak'ını peyda kılırgan gap. Meyukunga. Bizim Uygurlar. Aynı aşında. Teraceydi. Hiç kanda akmagan gaplar bilen teraceydi. Bunu davamlıq görüyoruz. Bundan kimi bu güreşini davam kılımız bu paketga qarshi teraceydigan ishni. Mesela şu bu köpünçe nima to'g'riliq ulatadi bu tarixiy shaxslar haqidagi qeliplashgan baholarning aksi baholarga qarshi nomussizlik bilan terajash. Hali ufqumishliqlar bor buning ichida. Bizmen tushunmamdiki deb tushunmay qolib qarsiga talashaversa bo'ladi endi ularga yarashadi yana. Ufqumishliqlar doktor, professor qalpaqlari var bunun içinde. Paket bilen desteklanıvatkan yeni bahalar karşı şalpaqılı kadar işlemesi yoktur. Bunda tirajaş haqqoniyat duygusunun ölgenlikinin neticesi bu. Xitaylar tarafından şekillendirilip, Xitaylardaki vicdan ve adalet duygusunun yoksul mahlukla aylandırılganlığının bir ispatı bu. Endi bu
Uyg'urlardagi adalet tuyg'usi boshqa xalqlarning ichidagi ishlarga ishlaydigandek qilib turdi. Ama o'zimizning ichiga buni men bekjiq ko'rmadim rasm desam. Endi bu izchillik masalasiga kelsak, bu tarafimiz taxmin ichinishlik. Bu izchillik. Hatta tariximizni varaqlab bakkan çağımızda evimizni ming tishligidek afsuslik ishlar var. Izchil bo'lanmaslik. Night tiz zerikish, night tiz bel qo'yib yutish. Mushu tutamsizligimiz tufaylidan kelib chiqqan oqibatlardan tariximizni o'qigan vaqtimiz. Livimizni ming tishlaysiz. U qadar afsuslik ishlar var. Mesela deylik ki düşmanga qarshi isyon qilamiz. Yani düşman degan Xitoy bor. Xitoyga qarshi isyon qilamiz. Tarixdagi voqealarni ko'rsam. Düşmanni gazarma sepilining ichiga qorishib olamiz. Qaga hamma yana biz ishg'ol qilib bo'lolmaydi. Qorishuv davom qiladi. Düşmanning yeydigan ichidigini tugab teslim bo'lishni yoki o'lib olishni maslahat qilayotgan bir mezgilda biz bel qo'yib yutimiz. Bu unamaydi-ku. O suyta ketib bordaytizning deblar. Ketib qolamizda. Shuning uchun nima bo'ladi? Tekrar düşmanning qo'lliqiga tushib qolamiz. Bu bekjiq takrorlangan ish bu bizning tariximizda. O'qib bakinglar. Men tarixchi emas, aniq vaqti, hadis isimda qolmaydi. Men shunday raf tutib olaman-da. Bu tarixda xitim bo'lgandik. Ay shunda men ichidan qon ketadi odamlar. Voy isi, yana bir kun chidisi olmasmi deb ketasiz. Bu mijozimiz ta bugungacha bor. Bu izchillik degan bir narsani to'xtatmay davom qilish degan gap bu. Bizningki chidamasligimizning dal aksicha. Sabrsiz biz, chidamas, bir narsani yillar yili davom qilolmaymiz. Bir ilqi kuchtungur bir eg'inasini ya edi deb zor qiladi, ko'tarib bo'lmas tashlab ketdi o. Shundalar. Bir chapaq emas, bo'lsa bo'ldi bo'lmas tashlab nima Ayirga peshon sep baqay, mayirni ling'ishib baqay deb atrofida qilib, chahar tadbir o'ylab, ko'tarishning bir ipini qilib baqay demayli tashlaymiz-da. Bir kuchudukmi bo'ldi. Zerikimiz bo'lmaydi ekan. Deymizning xulosasini chiqariblar, qaytadi. Tarixdan beri tatiyotgan ziynimizning asos sababi shu. Endi Xitoyning mijoziga selishtirgan vaqtda buni qo'rqinchli darajada bir farq bor-da. Bu sabrsizlik. Aslida biz musulmon deymiz o'zimizni, tashqarab, alhamdulillah musulmon deb faxrlanamiz. Bu Qur'ondami bormi shu sabrga undagan bo'libmi jangda? Jumla aynısini diyemsem eyip buyurmaysizlar. Shu bir Bedir urushidimi yoki keyingisidimi shu sahobalar bo'shab ketay deb qolgan vaqtda nozil bo'lgan, shu vaziyatga qarata nozil bo'lgan oyatlar bor. Bu sizlar qiynalgan bo'lsanglar, dushmanga o'xshash qiynalyotidi deb ogohlantirdi. Ya'ni yana sizlar azroq chidasanglar, dushman bel qo'yib yutadi deganga undaydigan mazmundagi oyatlar bor. Dinimiz bizga ana shunday ta'lim beradi-ku. Lekin biz
Bunu oylamaymiz. Sipil'nin teoriyasida Qo'rshovda turgan vaqtimizda ya biz qijlansak bu talada turib shu ishidiki shu Xitoyni qijlanayotganda aqcha shumi aran qoldi. To'xtab turinglar, yana kichkina chidab baqani yo'q. Bu hazm qilish olmagandan keyin bu din. O dinning ta'limiga unamaymiz. Yoki musbat ilmlarninki xulosalariga sen qilmaymiz. Natijada o'zimizning bir boshbashtaqligi va bir Wang Shujilik var Uyg'urda. Bizam gibi Wang Shuji deblar. Qo'poplamag'adigan. Mana shunday. Sabr qilish yo'q. İzchillik meselesi bizdeki en ajallik acizliklardan biri. Bektiz kızıyımız, aş Qoray'nın ötedek, Qoray deb bir üsümlük var. Halklarının cılgıllarda kelkin takkan da kum taşlık etken yerlerde üsüdü. Adam buyu üsüden çıkdık. Uzun jönetke. Küçüke bakama. Onu bek asa ot tutuşudu onunla. Ot yaksanız aş gürüp kıdı da aş bulut takışıdı onun yalpını. Ama şu zamanla pasleydi bu ot çok mu kalmaydı? Çünkü o yağaç kolluk olmadan diken saman kolluk üsümlük olganlıktan tutup baksanız sıkıntı yok da. Aş kolluk yalpını çıkardı da şu zamanla pasleyip yok. Kopkar küllan. Ayna aş Qoray'nın utuğunu okşayımız biz. Pasleyimiz, üç epli kalırız. Bu hafta ben kitaplardım, bunu bek okşuş kıldım. Videolarımı toxtaldım. Uzak sozulduğun karışlık hareketlerine yaramaydıganlığımızdır. Mana muş bugünkü kısmetki qalğanlığımızı bilişimiz gerek. Bunda müstakillik hareketi degen bunda hareketler uzak sozulduğun bir hareket. Bunga izchillik gerek. Sabr gerek bununla. Çıdam gerek. Andaga bir zor kılıp yerden üzerlesen üstten bomba taşlap da ketadigan mijaz bilen bo'lmaydi mana ish. Bu haqdagi men nima zamanda nerede tashabbus qildim bir YouTube'da bir kino var. Azat degan kino. Liberator. Liberator Simeon Bolivar'ның ki unvanı. Xalqlar tarafidan azat qiyg'uchi deb unvon berilgan. Endi bunda unvonga ega bo'lishi Simeon Bolivar butun Latin Amerikasininki azat qiyg'uchisi. Her bir dayi bir devletning azat qiladi-ku, yani bir devletda inqilob qiladi. Ama bu Simeon Bolivar bütün bir qit'ada qilgan bu inqilobni. Shu Boliviya degan devlet ismi shu Simeon Bolivarning familiyasidan Bolivarni kelgan. Shuni xotirlash uchun bir devletga qo'yiladi. Shuni Liberatorni ko'rib baxsanglar va shu inqilobni qilayotgan Latin Amerikaliklarni Uyg'ur deb Uyg'urga aylantirib tasavvur qilib ko'rib baxsanglar. Aş qiyinchiliklarga, aşı safarlarga, aş qarliq tog'lardagi qiyinchiliklarga, aş yalang'ochliklarga qancha kun chidaydiganliklarini bir hisiy tajriba, yani tafakkur tajribasi qilib shunaqa qiyg'ach ko'rib baxsanglar. Bir inqilob, bir millatning qutilishi, bir davlatning azatlıkta erişişi ondan Facebook'taki inqilobdek onda asan emas. Aşında qiyinchiliklar bilan meydonga keldilar. Bunga chidasak, endi bu natijaga erishamiz.
O cennetke giriş şunda asan emas-ku mesela. Her qanday bir mukafotning bir bedeli var. Şu bedelini töleşke razı olsunuz ve şununla takat keltirelisiniz. Ondan o mukafotni kazanırsınız. Xuddi şununla oxşaş. Bu azatlık degenmi, müstakillik degenmi bir nimet. Bir mukafot bu. Özlükiden şundaylar bo'lib qoladigan ish emas. Uning uchun men yana ko'p qatim takrorladim nimani? Bu urush davriga oid asosligi Ikkinchi dunyo urushiga oid hujjatli filmlar bor. Muloyiza qilinganlar bor. Harbiy o'rinlashtirishlarni, tashkillashlarni, mudofaa tashkillashlarni analiz qilgan filmlar var. Şu hujjatli filmlarning turkchisi bor. Bir necha turkcha kanal var. Tarix dükkanı degan bor. Yana bijima degan bor degandek 3-4 tarix kanalı var. Shularda shu turkchisi bor. Boshqa til bilmaydiganlar. Ko'rib baksanglar, andın bizning ishimizni real, xiyolga, fantaziyaga, hissiyotga berilgan hayajonliq shaklda emas, real o'ylay oladigan bo'lasizlar. Bir shaharni qutqizish uchun, bir shaharni ozod qilish uchun qanchalik odamlarning o'lganligi, qanchalik tanka, aeroplan, top zemberekning chiqim bo'lganligi. Statistikani bir ko'rib baqqanlar. To'g'ridan to'g'ri men bir shekilde pre Stalingrad urushini ko'ranglar. Dokumentarini. Endi Kursk urushi. Kursk degan bu bugungi Belarusiyadimi? Shu Belorussiya chegarasiga yaqin Rossiyami? Aytavr shu atrofda. Umumiy hujumga o'tgan germanlar chekinishga boshlagan davrdagi yana bir cho'ng operatsiya. Ashuni o'qib taqinglar. Bir shahar uchun bo'lgan qurbonlikni. Mana shu vaqtda endi biz o'zimizning izchilligimiz haqida bir xulosaga kelamiz. Izchil bo'la oladi ekanmizmi? Bizda izchillik bormi ekan, yo'qmi ekan? Yoki naqadar chidamas ekanligimizni endi to'g'ri diagnoz qo'ya olamiz. Selishtirish orqali. Kechiring qarindoshlar, sizlar xo'sh bo'ladigan hech gap qilmadim degan. Sizlarni xafa qiladigan gaplar bo'lib qoldi. Ama amal yo'q. Amaliyat yo'q qarindoshlar. Rahmet Xulomka, nayati yaxshi gap qilib berdingiz. Cho'qim vaqtni deyishimiz kerak, amaliyatni deyishimiz kerak. Bu bizning mediadagi bizning prinsipimiz. Cho'qim vaqtni so'zlaymiz. Endi bizning oldimizda Begin Xulomka o'tirgan ko'p rahmat. Oldimizda 12 noyabr Cumhuriyet xotir kunimiz bor. Soat 9da Amerikaniki bizniki Hilton, shu Arlingtondagi Hilton Garden degan bir otelda o'tkazamiz. Ondan keyin bizning Cumhuriyet namoyishimiz bor, Cumhuriyet kuni o'tkazilgan. Ondan keyin bizniki bir G'ulom Osmon efendi bilan o'tkazilgan adabiy suhbatimiz bor. G'ulom Osmon efendini hammamiz bilamiz. Vatanning ehtiyoji uchun, millatning ehtiyoji uchun siyosiy yo'lga bir ömrünü atıgan bolsunmu, ameliyatda G'ulom Osmon efendi yozg'ichi. 30 necha romani bilan buni namoyon qilgan. Bir G'ulom Osmon suhbat ilib boramiz. Hammalarninki shunday bir vaqt bo'lishinglarni, boshqalarga shunday bir yetkazib qo'yishinglarni umid qilamiz. Shu 12-sizlar qaytib ko'rishimiz. Bugungi mush vaqtinglarga hammanglarninki rahmat. Hammanglarning mush kuni, mush vaqti xayrli bo'lsin. Allohga omonat. G'ulom Osmon efendim sizga rahmat. Xo'sh.